e'tiqod yoki diniy masalaninki erbabı emas. Ben din to'g'risida ko'p so'z demayman. Ben onda bilimim nayt cheklik. Şoňa men bu işlerge aralashmayman. Lekin men hozir sizlarga his qilganlarimni so'zlab qo'ydim. Din siyaset din emas. Dünyada bunda hukum yok felsefede. Hatta İslam felsefesinde bunda hukum yok efendiler. Undaq demeyli. Meyli Marx oturup koysun, meyli Germaniyalik feylasop Hegel oturup koygan bolsun. Üstü korulma ve bazısının münasibeti de, bazısı bilen üstü korulmanın münasibeti de, bazısı üstü korulmalar katarda, muasseseler katarda felsefe, edebiyat, din, siyaset ve şu ideologiya formalarının hemmisi de bir-biriga hizmet kılıdığan iş bulmaydı. Mesela din siyaset için hizmet kılmaydı, siyaset din için hizmet kılmaydı. Bırak bir-biriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hammasi mustaqil o'rni bor. Din dinning o'rni bor, siyosatning o'rni bor. Herkes bundaq din degan siyaset degan din deydigan tushunchalar, xato tushunchalar bilan Uyg'urning yoshlarining kallasini qaymoqtirmayli efendiler. Şunu men bugün sizden koygan sualınız münasibeti kaldı ahırkı iki cümle sözlep koydum. Vatandaşlarının mende rencimesligini hata bolsa tushuncha berishini umid qilaman. Din siyaset din emas. Din başka narsa, siyaset başka narsa. Yaxşısı biz hazırki kunda ko'proq siyaset bilan shug'ullanishning qadamini cho'nqurlashtirib, ham bu qadamni tizlashtirib, milletimizga G'arb dunyosining siyosiy madaniyatini, G'arb dunyosining siyosiy tashkilotchilik madaniyatini, G'arb dunyosining partiyalik yoki partiya qurish yoki shundaq siyosiy faoliyatlar bilan, siyosiy sotsiologiya bilan shug'ullanishdan iborat ilim ve irfanlarını xalqimizga singdiraylik ey vatandaşlar. Yana bir 15. asrdagi seviye bilan hozirgi dunyoga muomala qilmay. Şoňa vatandaşımdan sualyga berdigan javobim Amerika Qo'shma Shtatlari la ko'ngil bo'ladi ekan, sizning ishingiz yo'lliq. Tibetning ishi yo'lliq. Bu to'g'ri, ya'ni keyin so'zlashamiz. Rahmat vatandaşlar.